2023-yil 19-fevral milliy sertifikat imtihonida tushgan keyingi mock tahlilini boshladik. Moslashtiruvchi savollardan boshladik. 33 dan to'liq 45-misolgacha tahlilini ko'ramiz. Gipotenuzasi 4 ildiz ostida 2 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagi uchidagi bisektritsiyasi uni teng ikkita teng yonli uchburchakka ajratdi. Maslahatim, haligi masalan bitta geometriya savolida 5 ta gap bo'lsa, haligi har bir gapini alohida tushunib, alohida ishlashni maslahat beraman. Ya'ni mana birinchi gap shu nuqtada tugadimi? Ya'ni birinchi gapni ishini qilib olish kerak. Gipotenuzasi deb boshlayaptimi? Oldin o'sha to'g'ri burchakli uchburchakni chizish kerak-da. Keyin fikrlar paydo bo'laveradi. Mana maslahatim shu. Boshladik. Bitta to'g'ri burchakli uchburchak ketyapti. Mana gipotenuza 4 ildiz ostida 2. Yaxshi, 4 ildiz ostida 2. To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagi uchidagi bisektritsiyasi 90 gradusdan chiqqan ekan mana. Mana bu yer 90 gradus bo'lsa, shu joydan chiqqan demoqchi bo'lar mana. Ko'rdingizmi? Mana endi uni ikkita teng yonli uchburchakka ajratdi deyapti. Xo'p, qarang, ikkita teng yonli deyapti. Mana bu yer bilan mana bu yer. Masalan, teng yonli degani mana bu yer 45 gradus bo'lib qoladi. Mana bu joy ham 45 gradus bo'lib qoladi. Hozirlar sizlarga alohida ko'rsataman. Mana bu bilan mana bu bir-biriga teng yonli deyapti va mana bu yer 45 gradus bo'lsa, bu tomoni ham 45 gradus. Chappa-chapsiga bo'lib qoldi-da, tushundingizmi? Qaytaraman mana. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak ikkalasi teng yonli deyapti. Tushundingizmi? Shu yerdan 45 gradus shu yerdan kelyapti. Xo'p. Nega 45 gradus degan savol ham bo'lib qolishi mumkin o'quvchilarda, qarang. Chunki bu 90 gradusdan chiqyapti-da. 90 gradus bisektritsiyasi deyapti. Shunaqa so'zi bor-ku. Mana bisektritsiya degani 90 ni 2 ga bo'luvchi degan, 45 degan. Shu yerdan kelyapti. Xo'p, keyingi fikrimiz to'g'ri burchakli uchburchagimiz. To'xta, shuni maydalab ko'rsataylik, ko'ngli to'q bo'lsin. Masalan, bitta to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa, tomonlari A dan bo'lsa, gipotenuza mana. Katetlari A dan bo'lsa, gipotenuzasi ildiz ostida 2 ta bo'ladimi? A necha marotaba takrorlandi? Bitta, 2 ta, 3 ta. Ildiz ostida 2 ni oldidagi raqam 3 marta takrorlandi. Mana bu yerga 4 qo'yar ekanmiz, bu yoqqa 4. O'z bunday qilishim ham shart emas edi. Men sizlarga haligi Pifagordan ketib qolasam farqi yo'q. Endi keyingi gapiga o'tdik. Berilgan uchburchak gipotenuza atrofida 360 gradus aylantirildi deyapti. Bo'ldi. Oyog'ini osmondan qilib chizamiz endi. Xo'p, qarang, qanaqangi tarzda chizilyapti. Masalan, mana bunaqangi tarzda chizamiz. Qarang, diqqat bilan e'tibor qaratamiz. Mana bunaqa narsa bo'ldi-da. Hurmatli o'quvchilar. Mana bu 4. Mana bu 4. Mana bu 90. Mana bu bilamiz 4 ildiz ostida 2. Oyoqni osmondan qildik-da. Keyin gipotenuza atrofida deyapti. Mana bu atrofida aylantirish. Aylantirilgan jismlar tushyapti milliy sertifikatga. Endi haligi uchburchak bu yog'iga ko'chib qoladi demoqchiman. Mana. Onaqangi tarzda o'tib qoladi-da. Mana. Sal kichkinaroq chizib qo'ydim shekilli. Masalan, shundayroq chizsam o'rli bo'ladi. Endi qarab turing. Gipotenuza atrofida aylantirsa, buni boshqacha. Mana bunday aylanadi gipotenuza atrofida. Qarang. Qo'polroq o'xshatish bo'lib qoldi. Gipotenuzasi o'zi aylanmaydi, mana bunaqa bo'lmaydi. Tushundingizmi? Gipotenuza atrofida aylantirilsa, bu tarafdan shakl keladi. Mana bu yoqdan shaklga boshlaydi. Tushundingizmi? Ana. Endi shuni yaxshilab chizaylik endi shu. Bunday bo'ladi-da. Bu nima bo'ldi? E'tibor berib qaragan o'quvchilar xunuk chizma chiqib qoldi. Hozir bizda konus 2 ta
Konus. Bo'ldi. Demak, moslashtiruvchi savol konus masalasi ekan. Boshladik. Hosil bo'lgan jismning to'la sirtini toping. Nechta konus bor bu yerda? 2 dona konus bor. Ya'ni konusning to'la sirti S to'la xabarlaring bor. P R L degan formulasi bor. Tepada bitta konus. Pastki qavatida bitta konus. Necha dona? 2 dona. P R L dan 2 ta. Tushundingizmi? Mana. Bu S to'la, 2 ta S to'la desam ham bo'laveradi, farqi yo'q. Endi qarang. Xo'p, radius kerak-a? Radius mana bu joy bo'ladi. Qorada olib chizib ko'rsatay. Mana bu yer radius bo'ladi, mana. Tushundingizmi? Qarang, radius deganim mana bu to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakning nimasi bo'lib qoldi? Balandligi alohida yozib ko'rsatay. Kasha bo'lib ketdi. Onda yo'q qoldi-da. Qarang. Mana. Masalan, endi men shunaqa tarzda chizadigan bo'lsam, konusda mana bu joyimiz radiusi bo'ldi. Mana. Konus radiusi. Bu konus radiusi nimaga teng bo'lib qoldi? To'g'ri burchakli uchburchakning 90 dan chiqqan balandlikka teng bo'lib qoldi. Balandlik topish formulasi nima? H barobar AB taqsim S edi. A 4, B 4, S 4 ildizosi 2. Menimcha bu tushunarli. Hop, 4 kara 4 taqsim 4 ildizosi 2 bo'ldi. 4lar ketdi. 4 ildizosi 2 taqsim 2 bo'ldi. Bu degani 2 ildizosi 2. Hop, balandlik 2 ildizosi 2. Balandlik to'g'ri burchakli uchburchakniki. Mana bu konusning radiusiga teng. 2 ildizosi 2 ni o'rniga qo'yib ketamiz-da. Shuni aytmoqchiman. Xo'p, p ni nimadir deb oling deganmi? Ha, 3 deb oling debdi. Xo'p, L-chi? Ha, L degani mana bu joy bo'la, qarang, L. Mana. Mana bu L ham bu tomon, ham L vazifasi, konus L. 4da barchasi. Bo'ldi. 2 ta p r l ni topamiz. 2 ta p r l barobar 2 ko'paytirilgan p ni o'rniga 3 qo'yamiz. Radius o'rniga necha qo'yamiz? Radiusimiz 2 ildizosi 2. L'imiz 4. 2 kara 3 6. 6 kara 4 24. 24 kara 2 48 ildizosida 2 chiqdi. Endi ko'ramiz. 48 ildizosida 2 D javob. Qaranglar, endi sertifikat imtihoniga kirayotganlar mana bunaqangi tarzda yozsin. O'sha payti titulga yozmasinda, mana 33 ta oldiga D deb qo'ysin, oxirida belgilasin. Xo'p. 34-savolga o'tamiz. Xo'p. 34-savolda hosil bo'lgan jismning hajmini toping. Endi bu juda oddiy. Ikkita konus hajmini topish kerak-da. Bo'ldi. Nima muammo? Konus hajmi, qarang, qirrali bo'lgani uchun esda saqlab qo'yaylik, maydalaylik shuni. Masalan, mana bu konus bo'ladigan bo'lsa, konus. Bittada tushuntirib qo'yaman, qarang. Konus, mana bu silindr. Silindr. Hammasini hajmini esda saqlab qolish yo'li bor. Men o'quv markazida ham shunaqa tushuntiraman. Xo'p, o'zi V barobar S asos ko'paytirilgan H formulasi ishlatiladi. Qarang. Qirrali bo'lganiga qirrasi bor shaklga V barobar 1 taqsim 3 so'zi qo'shilsin. S asos ko'paytirilgan H. Masalan, qirrali deganim nima u? Qirrali deylik, masalan, mana bunaqa shakl bor. Tetraedr masalasi. Qarang, tetraedr chizsam, tetraedrda hajmini toping desa, o'quvchi aytadi. Qirrasi bor ekan deydi. Zo'r deydi mana. Bunday qilaman deydi. S barobar 1 taqsim 3 S asos ko'paytirilgan H. Asos o'zgaraveradi, bo'ldi. Qirrasi bor trigonometrga barcha shakllarga 1 taqsim 3 qo'shing, bo'ldi. Haligi hajm formulasi bittada yes bo'lib ketaveradi. Juda maydalashib ketib qoldim. Men boshqa narsa so'rovdi. Cho'rda o'ziga ishlayveraylik. Hosil bo'lgan jismning hajmi V barobar 1 taqsim 3 S asos ko'paytirilgan H 1 dona
konus hajmi bizdan 2 ta bo'lishi kerak. Shuning uchun shu chiqqan javobni 2 ga ko'paytiramiz. Barobar 1/3. Asosim nimadan iborat? Asos aylanmadan iboratda. Pi r kvadrat ko'paytirilgan h bo'ldi. 1/3. Pi o'rniga 3 qo'yamiz. Radius o'rniga boya topuvdim. 2 ildizosi 2. 2 ildizosida 2 ni 2 ildizosida 2 ni kvadrat 8 bo'ladi. Balandlik necha? Balandlik deganimiz mana bu joy hisoblanadi-da. Balandlik mana bu joyi. Balandligimiz boya balandlikka necha deb olib ketishimiz kerak bu yerda. Balandlikka ham 2 ildizosi 2 deb olib ketamiz. Qolganlarda ham o'zi eshitmay qoldim. Balandlikka ham 2 ildizosi 2 deb olib ketamiz dedik. Uchlar ketdi. Xo'p, nima bo'ldi? 16 ildizosi 2 chiqdi, lekin bu javob emas. Javob 32 ildizosi 2 bo'ladi. Sababi 2 ga ko'paytiramiz. Chunki konus nechta? 2 ta. Tepa bilan pastda bor. Xo'p. S javob. 34 ga S. Xo'p, keyingiz qaranglar. 35-savol. Hosil bo'lgan jismga ichki chizilgan shar hajmi. Rahmat. Endi qaranglar. Muhimroq formulani shu yerdan ko'rsatay. Eslab qolinglar. Barcha qirrali shakllar uchun o'rinli bu. Hamma ustozlar eslab qolsin. Attestatsiyada ham tushadi. Shakl V barobar, qarang, V barobar. Xo'p, S to'la, yo'q, mana bunday adashmasam, 1/3 ko'paytirilgan S to'la ko'paytirilgan R shar edi. Mana shu formula barcha qirrali shakllar uchun o'rinli. Bu masalan tetraedrga ichki chizilgan shar uchun ham o'rinli. Hozir konusga ichki shar chizilsa ham mana shuni ishlating. Xo'p, kesik konusga ichki shar chizilsa shu formuladan ishlatamiz. Tushunarlimi? Hajm nimaga teng bo'ldi? Hajm xo'p. Shuni ichiga chizildi deyapti-da shar. To'g'rimi? Jismga ichki chizilgan shar deyapti. Unda xo'p, 32 ildizosi 2 ni qo'yamiz V o'rniga. 32 ildizosi 2 ni qo'yamiz. 1/3. To'la sirti nima chiqdi? To'la sirti 48 ildizosi 2 chiqdi. Mana bu yerga 48 ildizosi 2 ni qo'yamiz. Sharni topish kerak. Xo'p, endi ildizosi 2lar ketdi. 48 bilan 32 nechiga qisqaradi? 16 ga qisqarsa bu 2 tadan, bu yog'i 3 tadan bo'ladimi? 16 bilan bulam ketsa, sharimiz 2 bo'ldi. V barobar 4/3 pi r kub bo'lardi. To'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar. Hosil bo'lgan jismga ichki chizilgan shar hajmini toping deyapti. Bo'ldi. Xo'p, endi qo'yamiz-da. Qo'yaylikchi. Pi ni o'rniga 3 qo'ysak qisqarib ketadi. 2 ni kubi 8, 8 kara 4 32. Xo'p, 35 ga B to'g'ri kelyapti. E'tiborli bo'ling, aziz ustozlar. Buni quyidagicha maxsus yo'ldan yechamiz. Gapni ochig'i, ochishni tavsiya bermayman, u sizlarga noqulaylik tug'diradi. Keling, quyidagi yo'ldan foydalanamiz. X kvadrat minus x minus 1 da deylik qandaydir a deb belgilash kiritamiz. Va masalan x kvadrat minus 3x qo'shilgan 2 ni b deb belgilash kiritamiz. Kelinglar, mana shuni sistema qilib qo'shib o'raman. 2 x kvadrat ayrilgan 4x plus 1 teng a qo'shilgan b. Qarang, mana bunga teng bo'lib qolmadimi mabodo desa, bir xilda. Qarab turing. Juda zo'r misol bu. Qanaqa yetish qolipini bilsa, o'quvchi tez yechadi. Bilmasa, ochib turibdi, qiyin yo'ldan ketib qoladi.
Bunday qilamiz hozir. Nimani belgilash kiritgan bo'lsak, o'shanga olib borib qo'yamiz, bo'ldi. Birinchisini a dedik, a kub bo'ladi. Qo'shilgan b kub teng a plus b ni kubi bo'ldi. Mana bu a plus b ga teng bo'ldi-da. Belgilashdan foydalandik-ku. Endi ochamiz. A kub qo'shilgan b kub teng bo'ladi a kub plus 3a kvadrat b plus 3a b kvadrat plus b kub ketadi. Xo'p, nima qoldi? Qaranglar, 3a b ni guruhlasam, ichida a plus b qoladi. Teng 0. Demak, har biri alohida 0 ga tenglanishi shart. A teng 0 bo'ladi bu yerda, b teng 0 bo'ladi va a plus b teng 0 bo'ladi. Boshladik. X kvadrat minus x minus 1 teng 0 bo'ladi. Xo'p, buni x birim nimaga teng? Bo'ladi 1 qo'shilgan ilzosda 5 taqsim 2 ga teng. X2 miz yechimlarni ham topib ketishim kerak edi. 1 minus ilzosda 5 taqsim 2 ga teng. Bo'ldi. Oddiy narsa. B-chi x kvadrat minus 3x qo'shilgan 2 ni 0 ga tengladik. Mana buni b deb belgilash kiritdik. B teng 0 hodisasi chiqdi. Xo'pdan kelyapti. Keyingi fikr x teng 2 bo'ladi, x teng 1 bo'ladi-da. Adashmadik. Undan keyingisi, xo'p. A plus b ham 0 ga teng bo'lishi kerakmi? Kerak. A plus b ni o'zi mana emasmi-da boya belgilashdan. Shuni 0 ga tenglaymiz. 2x kvadrat minus 4x qo'shilgan 1 teng 0 bo'ladi. X birim nimaga teng? Birimiz 4 qo'shilgan ildizosida 8 taqsim 4 ga teng bo'ladi. X2 miz 4 minus ildizosida 8 taqsim 4 ga teng. Bu endi oddiy narsa, birdaniga yozib ketib, oralarimizda yangilar bo'lishi mumkin. Diskriminantdan topib x1 x2 lar topilyapti-da. Tenglama nechta haqiqiy ildizga ega deyapti. Xo'p, qaranglar. 1 dona, 2 dona, 3 dona, 4 dona, 5 dona, 6 dona. Endi aniqlanish sohani buzaydigan joy yo'q-da bu yerda. 6 ta bemalol ko'ngilda xotirjam qilib yozib olish kerak. Tenglamaning nechta musbat ildizi bor deyapti. Bo'ldi, sanab tashlaymiz. Xo'p, musbati bo'yicha qaranglar, qorada belgilang. 1 2 3 4 mana bu ham musbat 5. 5 ta musbat yechimi bor. Tenglama 2 ildiz 3 ga tenglanyapti. 0.5 oraliqda nechta ildizi bor? 0.5 oraliqdagi ildizlarning eng kattasi va eng kichigining ildizlarining musbat ayirmasini toping. Yaxshi. Keling bir ish qilamiz. Bu yerda ikkita darajali sonlar bor. Biri 2 darajasi x. Keyingisi xo'p, 2 darajasi x minus 2. Keling, mana shu 2 darajasi x minus 2 ni qandaydir y deb belgilash kiritib olay o'zim uchun. Unda nima bo'ladi? 2 daraja 4 teng y ga aylanib qoladi. Mana buni yechamiz, qaranglar. Diqqatli bo'ling. 2 darajasi x imiz 4 ta y ga teng bo'ldi. Bo'ldi. O'rniga olib borib qo'yamiz. Mana buni o'rniga 4 ta y kirib keladi. Mana buni o'rniga y kirib keladi. Juda oddiy masala. Hozircha oddiy. Xo'p. Mana bu yoqdan maydalab yozibman. Men uchun tushunarli bo'ladi. Sinus 2 darajasi x ni o'rniga sinus 4 ta y. Mana bu qayoqdan keldi? 2 darajasi x shunga teng bo'ldi. Tushundingizmi? Taqsim sinus 2 darajasi x minus 2 deyapti. Bu degani sinus y ko'paytirilgan kosinus y teng 2 ildiz osti 3. Bu endi hozircha sho'ri oddiyroq bo'lib qoldi. Nimaga oddiy? Chunki sinus 4 ta y deganimiz 2 sinus 2 y kosinus 2 y degani birinchidan. Mana bu 1 taqsim 2 sinus 2 ta y degani
teng 2 iltizosli 3. Sinus 2y ketadi, 2 tepaga o'tdi. Misolni pastga ko'chiramiz. 4 ta kosinus 2 ta y teng bo'ldi 2 iltizosli 3 ga. Mana yaxshilab e'tiborli bo'ling. Bo'ldi? Hal. Endi kosinus 2 ta y barobar iltizosida 3 taqsim 2 ga teng bo'ldi. Keyingi fikrimiz 2 ta y qachon iltizosi 3 taqsim 2 ga teng desa, pi taqsim 6 dami? Plus minus bo'ladi. Pi taqsim 6 qo'shilgan 2 ta pi k bo'ldi. Keling buni bir ish qilamiz. Xo'p, 2 ga ko'paytiraveramiz. Ma'no borda, sabab bor. 2 ga ko'paytirsak 4 ta y barobar plus minus pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k bo'ladi. Xo'p, nimaga bunday ish qildim? Tepada mana bunaqa belgilash kiritildi. 2 darajasi x ni nimaga tengladim? 4y ga tengladim. Mana bu ekan, mana qarang. 2 darajasi x ni 4y mi? Shuni alohida olib qo'yaylik. 2 darajasi x 4y. Shuni pastga yozaman, ko'chirib kelaman. 2 darajasi x teng 4 ta y bo'lsa, o'rniga olib kelib qo'yamiz. 2 darajasi x teng mana buni o'rniga mana bu qiymatni olib kirib qo'yamiz. Chunki bir-biriga barobar. Plus minus pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi k bo'ldi. Endi hop, keyingi ishimiz nima? Xos. Plus 4 pi k. Hop, keyingi ishim oraliqda aytyapti, a da 0-5 oraliqda nechta ildizi bor deyapti. Buni bunday yechish kerak. Bu sal nozikroq joyida endi bu. Menimcha tushunasiz, hol masalasi bu. Xususiy qilib yechish kerak. Birinchidan 0-5 oralig'i degani mana bunaqangi tarzda yechish kerak. Xo'p, 2 darajasi x o'rtada, oxirida bo'lish kerak. O'rtasida turish kerak-da. Mana bu yerda 2 ning 0-chi tarzda turish kerak-da, bu yoqqa 2 ning 5-chi tarzda o'tish kerak. Shunday yozmasa misol chiqmaydi. Mana 0-5x tagi 2 dan bo'lish kerak-da, asosli tenglamada bu chunki. Tushundingizmi? Xo'p, mana bunaqangi tarzda bo'lish kerak. 2 ning 0-chisi nima degani? 1 katta, 2 darajasi x katta 32. Mana bu 2 darajasi x ham 1-32 oraliqda bo'lsagina yechim bo'ladi. Nozik joyi mana shu. Mana shu joyini tushunsangiz bo'ldi. Bekorga bu haligi 36 dan tepasiga tushmagan. Xo'p, 2 darajasi x teng bo'ladi. Oldin k ga berib olishimiz kerak-da. K ga 0 bersak nima bo'ladi? 2 darajasi ximiz pi taqsim 3 ga teng bo'ldi. 2 darajasi x minus pi taqsim 3 ga teng bo'ldi. Mana bu bo'sh to'plam. Hozircha mana bu bir dona yechim. 1 deb qo'yish shunga. Ketdi keyingisi. K ga 1 beraman. 2 darajasi ximiz musbatli ko'rinishda nima bo'ladi? Pi taqsim 3 qo'shilgan 4 pi bo'ladi. Sal tezlashtiryapman. Xo'p, 3 tadan bersam 13 pi taqsim 3 bo'lar ekan. Xo'p, endi manfiyligini olsam qanday bo'ladi? K ga 1 beryapman. 2 darajasi ximiz 11 pi taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Qarang. Xo'p. Mana 13 ni 3 ga bo'lsak nechi bo'ladi? 3 dan kattaroq son bo'ladimi? Mana bunday deyapman-da. 13 ni 3 ga bo'lsak, masalan, 3.3 chiqdi. Pi degani 3.14 degani. Masalan, mana shuni javobi 10 butun qanchadir? Mana bu shu 10 butun qanchadir degan son 1-32 oralig'ida bor-da. Shuning uchun yechim bo'lyapti. Mana bu ikkinchi yechim ham kiradi, uchinchi yechim ham kiradi. Qarang, buni yechimlari juda ko'p, juda ko'p. K teng 2.
2 darajasi x. Mana bu yerda o'rniga 2 qo'yibmiz. Qarang, 8 pi bo'ladimi? 3 tadan bersak 24 pi bo'ladi. 25 pi bo'ladimi? 25 pi taqsim 3 bo'ldi. 2 darajasi x endi manfiyligi. Keyin shuni maydalab yozay. Minus pi taqsim 3 qo'shilgan 8 pi bo'ladi-da. Bunga 3 tadan bersak 24 pi, ayirsak 23 pi taqsim 3 bo'ldi. Xo'p, qarang, keyingi ildizlari bo'ldi. 4-ildizi 25 ni 3 ga bo'lsak necha bo'ladi? Masalan, hop. 8 tadan bo'ladimi? Mana 8 tadan bo'lsa, bu oshib ketar ekan, to'xtanglar, qaranglar. 8 tadan bo'lsa 8,2 dey, masalan. 8,2 mana 3,14. Oshmaydi. 8 kare 3 24 bo'lar ekan, oshmas ekan, kirar ekan. Keyingisi ham kiradi, to'g'ri. To'g'ri hozircha. 5-yechim ham topildi. 6-yechim k teng 3 bo'larmikan deydi. 3 qo'yibdi. Xo'p, pi taqsim 3 ga mana yerga 3 qo'ysam 12 pi bo'ladi. 3 tadan bersak 36 pi, 37. 2 darajasi x'imiz 37 pi taqsim 3 ga teng bo'ldi. Keyingisi 2 darajasi x manfiyni qo'yibman, qarang. Mana bu yerga 3 qo'yibman. 12 pi, 3 tadan bersam 36 pi, 1 dan ayirsam 35 pi taqsim 3 bo'ladi. Bu xato bo'ladi. Chunki nega? 37 ni 3 ga bo'layapmiz, to'g'rimi? Shundaymi? Xo'p, bunday bo'ladi-da, mana qarang. Xo'p, 12 butun qanchadir bo'lsa, 12 butun 2 ga 3 butun 14 ni ko'paytirsak, mana 12 ni 3 ga ko'paytirganimiz o'zi 36 dan o'tib ketib qoldi. Bizga 32 oralig'ida bo'lish kerak. 1 va 32 oralig'. Shuning uchun mana bu atmen bo'ldi, bu atmen bo'ldi. Qarang, bizda nechta yechim? Bizda 5 ta yechim chiqdi. Endi boshlaylik. Tepaga qaraymiz, shartga. 0 va 5 oraliqda nechta ildizi bor deyapti? 5 ta. 0 va 5 oraliqdagi eng kattasi va eng kichik ildizlarining ayirmasining moduli deyapti. B bandida 8 pi degan javob yo'q. Masalan, siz apellyatsiya bersangiz, mana shu savolga shu savolni xato hisoblaydi. Chunki o'zlari boshqa javob chiqarganda, biz hali to'liq x topmamiz, ayb bizda. Bunday qilamiz, qarang. 2 darajasi x birinchi o'rinda pi taqsim 3 ga tenglanuvdi-yu, buni logaritmlaysiz ikkita tomon. Logaritm 2 darajasi x teng logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3. Mana bu x oldinga tushadi, 2 2 1 bo'ladi-da, x barobar logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3 ga aylanadi. Birinchi yechim, birinchi x. Keyingisi 2 darajasi x ni 25 pi taqsim 3 ga tenglaymiz. Nega bularga tenglayapmiz desa, bizda eng kichkina va eng katta ildizlar haqida gap ketgan. Eng kichkinasi mana bu, eng kattasi mana bu. Tushundingizmi? X barobar logaritm 2 asosga ko'ra 25 pi taqsim 3. Xo'p, endi qaysi biri katta? Mana bu kattaroq. Logaritm 2 asosga ko'ra 25 pi taqsim 3 katta. Logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3 dan. Bizda aytayapti, kattasidan kichigini ayirib modulini hisoblaydi. Modulda logaritm 2 asosga ko'ra 25 pi taqsim 3 ayrilgan logaritm 2 asosga ko'ra pi taqsim 3. Xo'p, logaritm xossasiga ko'ra ayrilganda ular bo'linadi. Logaritm 2 asosga ko'ra 25 pi taqsim 3 ni bo'lsam teskarisiga bo'lib ketadi. Ko'paytiruv 3 taqsim pi bo'lib ketadi. Pilar ketdi, 3lar ketdi. Xo'p, misolimizni javobi, B bandining javobi logaritm 2 asosga ko'ra 25. 19 fevral milliy sertifikat imtihonida tushgan 38-savol tahlilini ko'ramiz. Xo'p, bu yerda birinchi o'rinda hosila grafigi berilyapti. Ko'plar hosila grafigi berilsa integral olishga o'rganib qolganda boshlang'ichini topishga. Bu unaqa haqidagi misol emas. Bu hosila grafigi parabola bo'lib deyapti va nuqtalari berilyapti. Shunchaki oddiy funksiya sifatida parabola tenglamasini topish kerak. Bo'ldi. Nuqtalari 2,7, 4,3, 6,-9. Xo'p,
j hosilasida x teoriya ax kvadrat plus bx plus c. Mana bu hosila deb mana undan hosila olib qo'yma, mumkin emas u. U to'g'ri chiziq bo'lib qoladi olib qo'ysangiz. To'g'ri chiziq emas bu parabola. Qanaqadir kubik bo'lganda, o'shandan hosilasi shunaqa chiqqan. Shu. Xo'p, endi bir ish qilamiz. Mana bu deylik, mana x vazifasida, bu y vazifasida kelyapti-da. Qo'yamiz. X o'rniga 2 qo'ysak, 4 ta a qo'shilgan 2 ta b plus c teng nechiga? 7 ga. Kengiz har birini qo'yib chiqamiz. Mana bu x bo'lsa, bu y. X o'rniga 4, y o'rniga 3. Xo'p, 4 16 a qo'shilgan 4 ta b plus c teng 3. Kengiz. Mana bu x, bu y. 36 a qo'shilgan 6 b qo'shilgan c teng bo'ladi -9 ga. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, qarang, endi bir ish qilamiz. Buni ish qiladigan bo'lsam, a -1 chiqadi. A -1 chiqadi. -4 qo'shilgan 2 ta b plus c teng 7 bo'ladi. Tagi -16 qo'shilgan 4 ta b plus c teng 3 bo'ladi. Bo'ldi. Endi hisob kitob qilamiz. 2 ta b plus c teng 11, 4 ta b plus c teng 19 bo'ladimi? Sistemani pastdan tepani ayiramiz. 4b dan 2b ni ayirsak, 2 ta b teng 8 bo'ladi. B teng 4. B teng 4 chiqsa, o'rniga borib qo'yamiz. 4 kere 2 8, C teng 3 bo'lyapti. A teng -1, B teng 4, C teng 3 chiqdi. Hosilasida tenglamasini yozamiz. -x kvadrat plus 4 ta x plus 3. Mana shuni tenglamasi ekan. Endi a bandida aytyapti, x -2 bo'lsa, nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini toping. Bir narsani bilaylik. Urinmaning burchak koeffitsiyenti nima? Sizlarga ma'lumot berib qo'yaman. Mana qisqacha. Urinmaning burchak koeffitsiyenti mana bu alfa haqida fikr ketadi. Bu alfa aslida k ga teng. K ni o'zi tangens alfaga teng. Ya'ni burchak koeffitsiyent k degani. Qandaydir funksiyaga hosilasiga x -0 qo'ysam, k kelib chiqar ekan. O'zi bizda x -0 berilyapti. X -0 ga teng deb berilyaptimi shartida? -2 ga teng deb berilyapti ekan. Urinmaning burchak koeffitsiyentini toping deyapti. Hosila tenglamasi bor mana. Bundan integral olib o'tirmang. Tayyor hosilasi bormi? X -0 ni olib kirib qo'ysangiz, to'g'ridan to'g'ri burchak koeffitsiyenti kelib chiqadi. -2 ni kvadrati 4, -4, -8 plus 3 bo'ldi. -12 ga 8 ni qo'shsak, -12 ga 3 ni qo'shyapmiz. -9 bo'lyapti. Bo'ldi. A bandi -9 bilan tugadi. Qaranglar, B bandi funksiyaning statsionar nuqtalari yig'indisi. Mana shular ko'p tushayapti. Eslab qoling. B bandi bo'yicha statsionar degani funksiya hosilasini 0 ga tenglagan vaziyatim statsionar degani. Barcha daftariga yozib olsa ham bo'laveradi, bemalol. Bu darsni boshida aytdim, integral olib yurmang dedim. Shunchaki mana -x kvadrat qo'shilgan 4x plus 3 ni 0 ga tenglaymiz. Nima bo'ladi? X kvadrat -4x -3 teng 0 bo'ladi. V7 ishlatib olsak bo'ladi. Hozir 3 kara 1 kara-karalik qilmay, mana x1 qo'shilgan x2 nimaga teng? 4 ga teng. Ko'paytmasichi? Ko'paytmasi -3 ga teng. Mana bu statsionar nuqtalar ikkita ekan, yig'indisi 4. Tushundingizmi? Oddiy narsa. Demak, misolimizning javobi 4.
39-misolda ABCD kvadrat BD diagonalining D3 davomida E nuqta olingan DY. Mana bu joy 3 ga teng ekan. Keyinchi kvadratning diagonali 18 bo'ladigan bo'lsa deyapti. CY'ni toping deyapti. Mana bu x. Juda oddiy masala. Kvadratning diagonali uni 90 gradusini teng bo'laklarga bo'ladi. Birinchi fikr mana shu. Mana bu yer 45 gradus bo'ladi. Mana bu joy 45 gradus bo'ladi. Mana bu yerni A deb belgilash kiritsam, bu joyi ham A bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchagimizda mana bu yerda Pifagor ishlatayoraman. A kvadrat qo'shilgan A kvadrat teng 18 ni kvadrati bo'ladi. Bu yerda A teng 9 ilzosida 2 bo'ladi. Rostdanmi? Mana qarang. 2 ta 9 ilzosida 2 deganimiz mana A ni o'rniga 9 ilzosida 2 ni qo'yib hisoblasam 18 ni kvadratini beradi. Tushundingizmi? Xo'p. Keyingi fikr. Bunday qilamiz. Mana bu yerda bitta Pifagor ishlatsak, javob chiqib ketadi. O'zidan o'zi. Mana bu yer 3, bu joy 18, to'g'rimi? 3 ga 18 ni qo'shamiz. Necha bo'ladi? Bo'pti, alohida chizib ko'rsatay. YB, YS va SB. Nuqtalarni belgilayman. Mana bu joy Y, B, S. YB umumiy 21 bo'ldi. Mana bu joy X, bu joy A. Ko'rdingizmi? A ni o'zini topdi-ku. A 9 ilzosida 2 ga teng bo'ldi. Kosinuslar teoremasidan foydalanaman. Mana bu yer 45 gradus. Qaysi uchburchakni ko'chirib keldim, bilasizmi? Mana buni ko'chirib keldim. Mana. Shuni narigi tomonga chizib oldim. X kvadrat barobar 21 ni kvadrati qo'shilgan 9 ilzosida 2 ni kvadrati ayrilgan 21 ko'paytirilgan 9 ilzosida 2 ko'paytirilgan kosinus 45 gradus bo'ladimi? Bo'ladi. Bu joydan nimani topamiz? X ni topamiz. Xo'p, bu joydan x ni topadigan bo'lsak, x teng 15 ga teng bo'ladi. A bandini javobi CY, ya'ni 15. Juda oddiy masala. Nimani bilish kerak? Kvadratni diagonali teng 2 ga bo'linishini va mana bu joydan ham foydalansangiz bo'ladi. Pifagor ishlatib kvadratni tomonini CY ilzosida 29 bo'lsa, qarang, mana shu joyda kalit bor. Mana ataylab shunaqa deyapti-da. Qaytaraman. CY ni toping deyapti. CY ilzosida 29 bo'lsa deyapti. Ko'p o'quvchini ehtimoli ilzosida 29 deb yozib qo'yadi A bandiga. Voy, burchak bir xil bo'ldi degani tomon ham bir xil bo'ldi degani emas. Men nima demoqchiman? Mana masalan, mana bu yer 24 bo'lsa, 45 gradus bo'lsa, mana bu yer 45 gradus bo'laveradi, lekin bu yoq 29 bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Bu B bandi boshqa narsa. Ular alohida raqam aytyapti. CY ilzosida 29 ga teng emas. A bandida xato. Tushundingizmi? Javob 15 bo'ladi. B bandi qanaqa bo'ladi? Bizga CY ni bular aytyapti, ilzosida 29 ga teng deyapti-da, kvadratning yuzini toping deyapti. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, qaranglar. Kvadratning yuzini toping deyapti-yu, lekinchi mana bu diagonalni siz nimadir deb ketib qolmang-da, u xato unaqa fikr qilishingiz. Nimaga? Bu 18 kvadratni diagonali 18 deyilishi. Bu A bandiga tegishli fikr. Siz A bandiga tegishli fikrni B bandiga qo'llay olmaysiz. Masalan, hozirgi gapimni ko'pchilik eshityapti.
Bu barcha milliy sertifikatga topshiruvchilar uchun. Bitta misolda tushuning, qolganlarda qo'llang. A bandidagini B bandiga qo'llab ketma. Aytda qilish kerak. A bandiga ham, B bandiga ham kiradigan gap mana bu gap bo'ladi. Hammasi uchun tegishli gap ustidagi gap. Ya'ni DYni 3 deyishi Bga ham kiradi. Ko'rdingizmi? Mana bu yer 3 ekan. Bo'ldi, endi juda oddiy fikrlar. Qarang, mana masalan, mana bu joyimizni 45 ligini bilamiz. Mana bu joy 135 gradus bo'lar ekan. Mana bu yerni A deb belgilash kerak. Shu yerga bitta yo'nalish berib ketay sizlarga. Mana bu joyda kosinuslar teoremasini ishlatamiz. Kvadratda yuzini so'rayapti. S barobar A ning kvadrati bo'ladi. Kosinuslar teoremasini ishlasak, teoremasini. Xo'p. Nima bo'ladi? Bunday bo'lar ekan, qarang. 135 ni qarshisida ildiz ostida 29 u. Ildiz ostida 29 da kvadrati teng bo'ladi. 3 ni kvadratiga qo'shasiz A ni kvadratini minus 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv A ko'paytirilgan kosinus 135 gradus bo'ladi. Shundan A ni topiladi-da, kosinuslar teoremasida. O'rniga olib kelib qo'yiladi. Bo'ldi? Hal bo'ladi. Milliy sertifikat imtihonida tushgan 40-misolimiz quyidagi tarzda yetsak o'rinli bo'lar ekan. Grafiga OY o'qiga simmetrik. Mana shu gap. Simmetrik degan so'zini biling bo'ldi. Agar simmetrik bo'lsa, mana bu joydagi eslab qolinglar. Bu xususiy yo'lda 0 bo'ladi. Ya'ni ozod hadi 0. Eslab qoling, har doim ozod hadi 0. Kvadrat tenglama bo'ladi ildizli ichi, o'shani ozod hadi 0 bo'lish kerak. Kvadrat tenglama bo'lganda ham oxiri ozod hadida qanaqadir nimadirlar bo'lib ketishi mumkin-da, o'shani ham 0 deb ketish kerak. Shunda boshqa misollar tipida shunaqangi tarzda ishlash kerak. Qisqasi m teng 0 bo'ldimi? Endi ishlaymiz. Y barobar n ko'paytirilgan kub ildiz ostida x kvadrat bo'ladi, qo'shilgan d bo'ldi. Mana bu 0,4, 1,3 shuni nuqtasi. O'rniga qo'yamiz. 0,4, 1,3. X 0 bo'lganda y 4. 4 teng 0 bo'lganda umumiy 0 bo'lib ketib qoladi. 4 teng d bo'ldi. Teng esa x 1 bo'lganda y 3. Y ga 3 qo'yamiz, x ga 1 qo'yamiz. 1 dan kvadrat olib kub ildiz olsak baribir 1 bo'laveradi, oddiy n bo'ladi. Mana bu d ni o'rniga necha bo'ladi? 4 qo'yamiz. Mana bu yoqqa olib kirib qo'yilyapti-da bular. Xo'p, n teng minus 1 bo'ldi. Bo'ldi, juda oddiy masala. N o'rniga minus 1 qo'yamiz, m o'rniga 0 qo'yamiz, d o'rniga 4 qo'yamiz. Javob 3. Juda oddiy masala. Faqat qoida bilish kerak-da bu yerda. U y o'qiga simmetrik desa, kvadrat tenglamaning ozod hadi 0 bo'ladi. Tamom. Xo'p. B bandida funksiya grafigi va absissiyalar o'qlari chegaralangan soha yuzasini toping deyapti. Endi funksiyani bemalol yoza olaman. Mana bundan iborat. Y barobar funksiya n nimaga teng bo'ldi? Minus 1 ko'paytirilgan kub ildiz ostida x kvadrat plus ya'ni m. Mana bu joyi m nimaga teng bo'ldi? 0 gami? 0 ga. Nolni qo'ymaymiz, qo'shilgan d4 bo'ldi. Ya'ni yechim minus 1 ham shart emas. Mana bunga teng bo'ldi. Kub ildiz ostida x kvadrat minus kub ildiz ostida x kvadrat qo'shilgan 4 ga teng bo'ldi. Bu nima? Bu o'sha biz topayotgan tenglama. Y funksiyamizni topdik-da. Chegaralangan soha yuzasini toping deyapti. Chegaralangan soha yuzasini topish uchun buni 0 ga tenglash kerak. Bunday bo'ladi. Kub ildiz ostida x kvadrat teng minus 4 bo'ladi. Ikkita minus plus bo'lib ketadi. To'g'rimi? Mana minus bilan o'tkazganimizda minus plus bo'ladi. Xo'p, kubga ko'tarib olsak x kvadrat teng 64 bo'ladi. X barobar plus minus 8 bo'ladi. Buni ham o'zlaringga qoldiramiz. Oddiy narsa, qarang, mana bunaqa bo'ladi. Integral
minus 8 dan 8 gacha bo'ldi. Hop. Minus kub ildiz ostida x kvadrat plus 4 dx. Ana shuni ishlab qo'ysak, B bandini javobi chiqadi. Xo'p, A bandida tushunarsiz holat bo'libdi. Masalan, men aytdim, diqqat bilan e'tiborli bo'linglar. Y barobar n ko'paytirilgan kub ildiz ostida x kvadrat qo'shilgan m plus d holatda. Mana ichi kvadratu kvadrat tenglama. Simmetrik degan so'z aralashsa, ozod hadi kvadrat tenglamani 0 bo'ladi har doim. Ozod had vazifasida m kelyapti. M teng 0. Bo'ldi. Keyin mana bu nuqtalardan foydalanib D va N topildi. 41-misolda ABC uchburchak berilgan, o'tkir burchakli uchburchak. Balandliklar ketilgan, juda ko'p. Bu yerda 3 ta 4 ta balandliklari bor. 90 gradusligi aytilyapti. AH 5 ga teng. Mana. HS 3 ga teng. BD 2 ga teng. Indan keyinchi SG'ni toping. SG mana bu kesmani haqida so'ralibdi. Muammo yo'q, hozir topib beramiz. Bunday qilamiz, qarang. Oldin tushunish kerak-da, misolni ma'nosiga yetib borish kerak. Birinchi o'rinda maydalab yozaman. A, D, C uchburchak o'xshash bo'ladi. B, H, C ga. Qarang, endi bo'yab ko'rsataman. Mana bu uchburchak bilan, ko'rdingizmi? Mana tepalari ham bor. Ana shu uchburchak bilan mana bu uchburchakni o'xshash qildik. Oyoq osmondan bo'lib turibdi, ikkalasi ikki xil tarzda. Tabiiy bu, chunki 41-misol. Deylik, masalan, mana bu joyini alfa deb belgilasam, mana bu joy 90. Bitta burchagi alfa bo'lsa, bitta burchagi 90 bo'lsa, keyingisi 90 gradus minus alfa bo'ladi-da. IDC darslarimda men o'tganman. O'quvchilar bilasizlar buni. Mana bu joy burchagimiz 90 gradus minus alfa bo'ladi debdi. Tushundingizmi? Keyingisi mana bu uchburchak bo'yicha. Bitta burchak 90 gradus minus alfa. Keyingisi 90. Tepasi nima bo'ladi? Mana bu yer alfa bo'ladi. Tushundingizmi? Alfa bo'lar ekan. Endi buni tepaga ko'chiraman. Qayerlar alfa bo'ldi? Mana bu joy alfa bo'ldi. Mana bu joy alfa bo'ldi. Ikkita uchburchakni o'xshashligidan. Shuni biling bo'ldi. Misol bitta hal bo'ladi. Mana bu yerda A deb belgilash kiritamiz. Yozaylik shuni. DC ni A deb belgilash kiritdim. Burchak A alfa bo'ldi. Burchak B to'liq emas, yarimroq. Mana shu ham alfa bo'ldi. Tushundingizmi? Endi ikkita to'g'ri burchakli uchburchak uchun sinus ishlatamiz. Birinchi to'g'ri burchakli uchburchak uchun uchburchak ADC uchun boshladik. Sinus alfa qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati. Nimaga teng? A taqsim 8 ga teng. Keyingisi uchburchak, qarang, ko'z bilan yugurtiring. BHC uchun ishlataman. Sinus alfa nimaga teng? Qarshisidagi katet 3 mi? Gipotenuza 2 plus A. 3ni 2 plus A ga nisbat. Voy, ikkita sinus alfalar teng. Unda barobarli joyini tenglashtirsam bo'ladi. Ya'ni kim A taqsim 8 ni tenglashtira olaman 3 taqsim 2 plus A ga. Bo'ldi, proporsiya qilaman. Ikkita A qo'shilgan A ning kvadrati teng 24. A ning kvadrati plus ikkita A minus 24 teng 0. Adashmasam 6 kara 4
6 kare 4. Yig'indisi minus 2 bo'lishi kerak. 6 ga minus qo'yamiz. Manfiylik xato. Bo'ldi, A topildi. A 4 ga teng. A ning 4 ga tengligi ko'p narsalardan dalolat. Hurmatli ustozlar, A ni 4 ligini topdik. Biz DC ni A deb belgilash kiritdik. Mana bu yer 4. Shu 4 uchun ko'p harakat qildik. Bizdan so'rayaptiki, mana bu joyni so'radi. Keling, sizlarga tushunishlaringiz uchun bu qiyshiqroq turibdi, to'g'ri chizib ko'rsataman. To'g'ri burchakli uchburchak shaklida chizib ko'rsataman. Shunda bitta sizga keladi. Mana to'g'ri burchakli uchburchak. 90 gradusimiz Y mi? Tepa B bo'layapti-da. Mana bu yoq to'liq C bo'layapti. Va bitta o'rtadan balandlik o'tgan. YD balandlik. Qarang, YB bizda noma'lum, shart emas. Malades, rahmat. Proyeksiya zo'r. YS ni toping deyapti. Bizda mana X, mana bu yer 4 bo'ladi, bu yoq 2. Shu narsani tushuntirmoqchi. Mana buni topish uchun proyeksiyani qo'llaysiz. X barobar 2 ildiz ostida 6 bo'layapti. Misol hal 2 ildiz ostida 6 A bandi. B bandiga o'tdik. Bizga YF berilyapti. Mana bunaqa ildizlik ifoda o'rniga qo'yamiz. Ildiz ostida 12 minus 6 ildiz ostida 3. Mana bu ko'chirib kelgan joyim qayer deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Bular aslida mana bu joyini ko'chirib keldik. Mana bizga YS ni topib keldik boya. Mana bu yer 2 ildiz ostida 6. Kelinglar, sizlarga yo'nalish beraman bu misolga. To'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti bor. Gipotenuzasi bor. Ikkinchi katetini bemalol topa olamiz. Shu to'g'ri burchakli uchburchak yuzasini toping deyapti. Qanday topiladi? S barobar AB taqsim 2. Muhimi, oson joylariga yo'nalish berib ketyapman. Misol shunaqangi tarzda ishlanadi. Tetraeder nima? Birinchi fikr shu. Tetraeder uchburchaklarni bir-biriga yopishtirib chiqarilgan varianti desa ham bo'ladi. Nechta muntazam uchburchak? 3 ta, 4 ta muntazam uchburchakni bir-biriga yopishtirilgan varianti desak bo'ladi. Oldi, ikkita yon tomon 3 ta va asos 4 ta. Shu tetraeder barcha tomoni dan bo'lgan. Mana bu joy A. Mana barcha tomoniga A ni qo'llab chiqayapmiz. Xo'p, keyingi fikr. Nimani qo'llasak bo'ladi? Tetraederdan bitta balandlik tushiramiz. Mana bitta balandlik tortsam, bu tetraederning balandligi hisoblanadi, H, va bu tomonga bitta kesma o'tkazib yuboramiz. Bu radius hisoblanadi. R harfi bilan belgilanadi. Nega radius? Asosga tashqi chizilgan aylana radius hisoblanadi. Tushundingizmi? Keling, mana shu asosga tashqi chizilgan aylana radiusi nimaga teng o'zi? A taqsim ildiz osti 3 ga teng. Bu qayerdan keldi desa, muntazam uchburchak bu. Muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi hisoblanadi. Endi kelinglar, mana bu joydan Pifagor ishlataman. Formulani isbotlab chiqaryapman. Esda saqlab qolish uchun. H kvadrat qo'shilgan R ning kvadrati teng A ning nimasi? Kvadrati. Xo'p, bu joydan balandlikni topaman. H ning kvadrati A ning kvadrati minus R ning kvadrati bo'ladi. R ni o'rniga mana buni olib tushib qo'yaman. Boshladik. H ning kvadrati teng A ning kvadrati minus A kvadrat taqsim 3 bo'ladi. 3 tadan beramiz. H ning kvadrati teng 2 A kvadrat taqsim 3. Xo'p, balandlikni tomonga bog'ladik. Tetraeder tomoniga A barobar umumiy ildizda 2 taqsim 3 A ga teng. A barobar deb qo'ydim. H barobar. Keyingi fikr, bu mayli o'zi turib tursin. Boya men aytdim, tetraeder dedim, 4 ta uchburchakni bir-biriga yopishtirilgan varianti dedim. Bu nimaga teng? Tetraeder hajmi
Qarang, tetraedr hajmi. Mayli. Hajm formulasi. Buni qirrasi bor, mana. Boya darsda boshida aytdim. Qirrali shakllarga dedim. 1/3 qo'shib aytiladi. Shunchaki S asos ko'paytirilgan h. Mana. Fazoni eslab qolish yo'llari juda ko'p-da. Asos faqat boshqacharoqda. 1/3. Asos ildiz ostida 3 kvadrat taqsim 4. Chunki muntazam uchburchak yuzasi ko'paytirilgan. Mana bu hashchani o'rniga boru, mana buni olib kirib qo'yish kerak. Mana. Ketdik. Ildiz ostida 2 taqsim ildiz ostida 3 a ni olib kirib qo'ydim. Sal tezroq yozyapman. Ildiz ostida 3lar qisqardimi? Nima qoldi hozir? V barobar Xo'p, a kub ildiz ostida 2 taqsim 12. Bu tetraedr hajmi. Xohlasangiz yozib oling, baribirchi bu haligi esda qolmaydi o'quvchini. Tetraedr tushyapti, 8 burchak tushyapti, hozir ommalashgan, hozirgi milliy sertifikat testlarida 6 burchak tushyapti, kesik konus tushyapti. Mana shularni bir ikkita narsalarni yodlab olib kirish kerak. Baribir endi isbotga vaqt ketib qoladi. Qirrasi 6 ildiz ostida 2 bo'ldi, o'rniga qo'yib yuboramiz. V barobar 6 ildiz ostida 2 ni kubi ko'paytirilgan ildiz ostida 2 taqsim 12 bo'ldi. V barobar 6 ni kubi 216 bo'ladi. Ildiz ostida 2 ni kubi 2 ildiz ostida 2 bo'ladi. 2 ta ildiz ostida 2 ga teng taqsim 12 bo'ldi. Xo'p, 2 2 4 12 bilan qisqarsa pastda 3 bo'ldi. V barobar xo'p 216 ni 3 ga bo'lyapmizmi? 72. Hajm 72 ga teng. A bandi tugadi. 42-savolning B bandi. Sharning to'la sirtini toping deyapti. Shar. Ha, mana bu yerda ichki degan so'zi bor ekan, qarang. V barobar barcha qirrali shakllar uchun ichki chizilgan shar radiusi trigonometrik shakllar uchun o'rgandik. 1/3 S to'la ko'paytirilgan R shar edi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi qarang. Bu yerda ikkita S to'la bo'lib qoldi-da. Mana bu S to'la nima, bu S to'la nima deyish mumkin-da. Birinchidan, mana bu S to'la sharniki. Mana bu-chi, bu tetraedrniki. To'g'ridan to'g'ri topib bo'lmaydi-da, mana. Birdaniga kelish kerak. Xo'p, V ni o'rniga nima qo'yamiz? 72 ni qo'yamizmi? 72 teng. Mana bu chiqdi-yu, bu 72 lik. Mana. 1/3 ko'paytirilgan tetraedrni to'la sirti 4 ta muntazam uchburchak birlashmasi dedikmi? Dedik. Ya'ni 4 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 a kvadrat taqsim 4. 4lari qisqarsa S to'la muntazam tetraedrga muntazam qo'shilmaydi. Tetraedrning to'la sirti ildiz ostida 3 a kvadratga teng. Mana bu esda qolmaydi-da, shunchaki biling, his qilish kerak. Mana qaraydi, 4 ta muntazam uchburchak jamlanmasimi? Demak, bittasini topib 4 ga ko'paytiraman deydi. Shunday topadi o'quvchi. Shunday delavardim o'zi. Mana ildiz ostida 3 ko'paytirilgan. Menimcha qirrasini berilgan bu 6 ildiz ostida 2 midi? 6 ildiz ostida 2 ni kvadrati 72 bo'ladi. Ko'paytirilgan R shar. 72 lar ketdi. Javob nechi bo'ldi? 3 tepaga 3 taqsim ildiz ostida 3 teng R shar bo'ldi. Bu degani 3 ildiz ostida 3 taqsim 3 R sharimiz ildiz ostida 3 ga teng bo'ldi. Bo'ldi, irratsionallikdan qutqarsak shunaqa bo'ldi. Misol tugamadi. Misolchi, misolda sharning to'la sirti. Sharning to'la sirti. Xo'p, V S to'la 4 pi R kvadratga teng. Pi ni 3 deb oling demagan, shunchaki 4 pi bo'laveradi. Radiusni o'rniga ildiz ostida 3 ni qo'yamiz. Javob 4 ildiz ostida 3 pi ga teng. Uzr. Bunday emas javob. Shuni kvadrati bo'layapti. Ildiz ostida 3 ni kvadrati 3, 3 kare 4, 12 pi ga teng ekan.
Bormikan shunaqa javob? Variantda kimdir aytib yuborsin. Endi qarang, yana bitta narsani tushuntiraman. Milliy sertifikat imtihonida ko'plar so'raydi. Masalan, B bandida masalan 12 pi degan javob chiqdi. Sizda shunaqa chiqib qoldi-da. Ular sharti bo'yicha pi ni 3 deb oling degan bo'lsa, B bandiga mana bunaqa javob bo'ladi. 12 kara 3 teng 36. Qaysi birini to'g'ri desa, tekshiruvchilarga bog'liqda bu, baribir qo'lda tekshiriladi bu. Mana buni xato deyish ehtimoli juda yuqori-da. Shuning uchun pi ni necha deb olishiga qarang. 3 deb olsa, qo'yib keting. 3 deb olinsa, qo'ymay ketsangiz xato hisoblanishi mumkin, ehtimoli juda katta. Keyingi fikr, yana savol so'raydi ustozlarimiz, bular chatda turadi. Masalan, B bandi yoki A bandi bo'lsin, 1/2 degan javob chiqib qolsa, boshqa ustozlar mana shu 1/2 ni 0.5 deb belgilasa, qaysi birini to'g'ri deb hisoblayman deydi. Ikkalasi ham to'g'ri. Tushundingizmi? Ular 1/2 ni ham to'g'ri hisoblaydi, 0.5 ni ham to'g'ri hisoblaydi. Burchaklari teng bo'lgan 6 burchakni tomoni har xil bo'lyapti. Unda aytadi-da, 6 burchakni burchagi 120 dan bo'lsa ustoz deydi. U muntazam bo'lmaymi deydi. Eng qizig'i, yaxshi bu gap. Muntazam bo'ladigan bo'lsa, tomon bir xil bo'lmaydimi deydi. Misol xatodir deydi. Aytaraman. Burchak bir xil, tomon har xil. U 6 burchakda bo'lyapti. Buni hamma narsa qo'llab bo'lmaydi. Masalan, mana muntazam 3 burchakni burchaklari bir xil, tomonlari har xil deb ketib qolmay ertaga bu misolni ishlab. Bu 6 burchakda. Aynan mana shu misol bittagina yo'lda yechiladi. Faqat bir dona yo'lda, boshqa yo'lini topa olmaysiz. Ishlab ham ko'rmang. Chunki geometriyaning yo'llari ko'p-ku. Bekorga men 3 burchak chizib qo'ymadim. 6 burchakni muntazam 3 burchakni ichiga joylashtirish kerak. Shunda misol chiqadi. A, B, C, D, E 6 burchak. Qarang. Demak, boshladik. Qanday joylashtiraman? Men qora bilan yozaman, kezaveramiz mana. Mana qora chiziq, to'g'rimi? Boshladik. 3 burchakni ichiga sekin-sekin qo'yaveramiz. Mana chiziq. Mana bu joy desam, buyoqqa qarab tushirdim. Tushirib ketaveraman endi. Mana tepaga qarab chiqdim. Sal teparoqdan joylashtirishim kerak endi. Mana bu yoqdan bunday joylashtirib, mana teparoqqa qarab yurdim va mana bu joyga tushdim. Mana qorada ketyapti, ko'ryapsizmi? Mana yaxshiroq chiqsin, oxirini bundayroq kiritaylik. Mana va mana. Uch burchakni ichiga bular aytgan 6 burchakni joylashtirdim. Keyingi fikrimiz AB. Mana bu yer deylik. A bo'lsa B, C, D, E, F tarzida joylashtiring. Mana bu yer 1, AB 1, BC 4, BC 4. Xo'p, AF mana bu yerdan kelyapti-da. AF 2, keyinchi EF 3 bo'lsa deyapti. CD tomonni toping. Qaytaraman. Bu misolni muntazam 3 burchakni ichiga joylashtirdim. Ya'ni 6 burchagimni. Deylik, masalan, mana buni A deb belgilash kiritsam, buni B deb belgilash kiritishga haqqim bor. Xo'p, keyingi fikr. Qarang. Muntazam 3 burchagimizda muntazam 3 burchak deyapman. Burchaklari teng 6 burchakda barcha tomonlari necha gradusda? 120 gradusdan o'xshamay qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu yer necha bo'ladi? 60 bo'ladimi? Qarang. Mana bu yer 120 mi? Unda mana bu yer necha bo'ladi? 60. 120 ga 60 ni qo'shsam, yoyiq burchak 180 hosil bo'ladi. Mana bu yer 120 o'tkir chiqib qolganda hozir bu 120 gradus. Mana bu yer 60. Barcha joyi shunday bo'ladi. 120, 60. Qarang.
ikkita burchagi olmish bo'lsa, albatta uchinchisi ham olmish bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bu 4 ga teng, mana bu. B'si. Unda mana bu yoq 4, bu yoq 4 bo'lar ekan. Juda qiziq. Mana bu joyni bu yerdan qarang. Ko'rdikmi? Ikkita burchagi olmishdan va asos 2. Ikkita burchagi olmish bo'lsa, albatta uchinchisi ham olmish bo'ladi. Unda bu yog'i ham 2, bu tomoni ham 2 ga teng. Qiziq. Eng qizig'i, qarang. Xo'p, mana bu joyi 120 gradus bo'ldi. Mana bu yerga olmish qoldi. Unda bu yog'i B bo'ladi, barcha tomoni B dan mixlashdi. Eng qiziq joyiga yetib keldik. Muntazam uchburchakni barcha tomoni bir-biriga tengmi? Teng. Mana bu tomoni necha bo'lyapti yig'inda? 2 bor. 1 bor, 4 bor. Qo'shsak 7 bo'ldi. Bu tomoni ham 7 ga teng, bu tomoni ham 7 ga teng bo'lishi kerak. Barcha tomoni 7 dan. Bitta tomoni 7, keyingi tomoni qarang. 4 A B. To'g'rimi? 4 plus A plus B. Keyingi tomonichi 3, 2, 3 B. 2 qo'shilgan 3 plus B. Barcha tomoni bir-biriga teng bo'lish kerak. Bo'ldi. Mana bu ikkalasini sherik qilaman. Shunda B teng necha bo'ladi? 7 teng 5 plus B bo'lsa, B teng 2. 7 teng 4 plus A plus B bo'lsa, B ni o'rniga 2 qo'ysak, A teng necha bo'ladi bu yerda? 1 bo'ladi. 4 ga 2 6, 1 ni qo'shsak 7. A teng 1, B teng 2 chiqibdi. Bizdan nimani so'rayapti? CD ni so'rayapti. CD. CD. CD mana buda. A'ni so'rayapti ekan. Javob 1. A1 chiqdi-yu. To'g'rimi? Endi qarang. A, B, C, D muntazam oltiburchakning yuzasini toping. Bu juda oddiy masala. Ichidagi muntazam oltiburchakni topishim uchun umumiy muntazam uchburchak yuzasidan S muntazamdan ayiraman. S qarang, nimalarni olib tashlayman? Mana buni olib tashlayman, so'roq. Buni olib tashlayman, yuzasini, buni olib tashlayman. Shunda ichidagi yuza qoladi. Ikkilik, to'rtlik, B ikkilik, B ham 2 chiqdi. Ikkita ikkilik, bitta to'rtlik yuzani olib tashlayman. To'g'ri? Ikkilik muntazamdan olib tashlayman, ayiraman, yana bitta ikkilik muntazam yuzasini ayiraman, to'rtlik muntazam uchburchak yuzasi. Va mana bu 7lik muntazam uchburchak tomoni nima bo'ladi? Iltizosida o'zi muntazam uchburchak yuzasi iltizosida 3 a kvadrat taqsim 4 mi? Bo'ldi. 7lik deganim iltizosida 3 ko'plar tushunmayotgan bo'lishi mumkin-da. Mana a kvadrat iltizosida 3 desam 49 iltizosida 3 taqsim 4 ayrilgan. A ni o'rniga 2 qo'ysam 4 iltizosida 3 taqsim 4 ayrilgan. 4 iltizosida 3 taqsim 4 ayrilgan. 4lik dedimi? Xo'p, 4 kvadrat 16 iltizosida 3 taqsim 4 bo'ldi. Hisob kitob qilib. Xo'p. 49 iltizosida 3 ayrilgan 8 24 iltizosida 3 taqsim 4. Mana 5 bo'ladimi? 25 iltizosida 3 taqsim 4 degan natijaga erishibmiz. Koordinatalar tekisligida y1 iltizosida 3x ga teng, y2 x taqsim iltizosida 3 ga teng deyapti. Grafiklari yasalgan. Birinchi chorakda bu to'g'ri chiziqlar A koordinata olingan AB va a kvadratga b kvadrat. Mana bu koordinatasi haqida fikr ketyapti. Shuni, ya'ni a kvadrat qo'shilgan b kvadrat teng 144ligi aytilayapti. Xo'p, qaranglar, kesmalar bir-biriga nisbatan simmetrik tarzda.
Ya'ni simmetrik degani nima degani? Simmetrik ustma-ust yopsangiz tushadi. Bir-biriga mana o'ng qo'lingiz bilan chap qo'lingiz bir-biriga simmetrik yopsangiz tushadi, to'g'rimi? To'g'ri. Men aytmoqchi, bular aytmoqchiki, mana bu bilan bu bir-biriga teng, bu bilan bu barchasi bir-biriga teng kesmalar. Simmetrik bo'lgani uchun deylik, masalan, birini A desangiz, keyingisini ham A, buni ham A deb belgilash kiriting demoqchi. Tushundingizmi? Xo'p, birinchi fikr shu. Keling, mana bu joydan bekorga yana chizma chizmadim. Xo'p. K teng tangens alfaga teng degan qoida bor. Birinchi to'g'ri chiziq y barobar 1 taqsim ildiz 3 x bo'ladi. Tangens alfamiz nimaga teng? Tangens alfa 1 taqsim ildiz 3 ga teng bo'ladi. Alfa nimaga teng bo'ladi? 30 gradus. Qayer 30 gradus? Qaysi chiziqni oldim desa, men mana bu chiziqni oldim birinchi o'rinda. Mana qorada ketyapti. Mana bu chiziq, to'g'ri chiziq haqida fikr ketdi va shu to'g'ri chiziqni burchak koeffitsiyenti gradus, mana bu yer 30 gradusligini bildim. Endi mana bu to'g'ri chiziqni burchak koeffitsiyentini bilaman. Qanday bo'ladi? K teng tangens alfa deymizda, tangens alfani ildiz 3 mana bu oldidagi k ga tenglaymiz. Shunda alfa barobar 60 gradusda ildiz 3 ga teng. Qayer 60 degan savol bor. Mana bu jami 60. Tushundingizmi? Jami 60. Agar jami 60 bo'lsa, 60 dan qandaydir 30 gradus ketsa, mana bu joyiga 30 gradus bo'ladi. Qayerga? Mana bu burchakka 30 gradus. Tushundingizmi? Eslab qoling. Qaytaraman. Mana bu o'rtadagi burchak 30 gradus. Qo'shsam 60, bittasi 30. Tushundingizmi? Bo'ldi. Shuni ishlataman. Yana bir marta qaytaraman. O'rtadagi burchak 30. Ko'p ishlatamiz shuni hozir. Ketdi keyingi fikr tepada. Mana bu O nuqtani koordinatasi-chi? O nuqtani koordinatasi 0 0. A nuqtani koordinatasi A bilan B'mi? O'rtadan bitta chiziq tortib olish kerak. To'g'ri chiziqlar usulidan foydalanamiz. Qizillar ketyapti mana. Ketdi bitta to'g'ri chiziq. Kattalashtirdim. Qaysi to'g'ri chiziqni topaman hozir? Mana buni topaman. Mana shuni topaman. O'zini topaman. Bunday bo'ladi, qarang, topsam, ikki nuqta orasidagi masofa mos koordinatalarni ayirib kvadratlari bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir men OA ni topsam, OA aslida ildiz ostida a kvadratdan 0 da ayirsam a kvadrat, b kvadratdan 0 da ayirsam b kvadrat. A kvadrat b kvadrat o'zi misolda berib qaytaraman. A kvadrat b kvadrat misolda o'zida berilyapti 144 deb. Ildiz ostida 144 dan 12 chiqadi. Mana M nuqtadan bitta to'g'ri chiziq tortamiz. O ga mana tortdik. N nuqtadan ham bitta to'g'ri chiziq tortamiz. Bu yerda belgilashlar usulidan foydalanamiz. Mana bu yerda masalan beta deb belgilash kiritsam, mana bu yer alfa bo'ladi. Mana bu yer beta bo'ladi. Bu yoq alfa bo'ladi. Alfa beta shaklda bo'lyapti-da. Biri alfa, biri beta. Nimaga bunaqa tarzda bo'ldi? Sababi mana bular bir-biriga teng birinchi o'rinda. Mana bu va mana bular bir-biriga teng. Tushunarlimi? Men yozib qo'yay. OM teng bo'ladi OA ga teng bo'ladi ON ga. Bu qayerdan keldi? O'zidan o'zi kelmadi. Bu simmetrikidan keldi. Xo'p, keyingi fikr. Mana o'rtasini boya men aytdim, ishlatamiz deb. Alfa bilan betani yig'indisi nimaga teng?
alfa bilan betani yig'indisi 30 gradusga teng edi. Pastda isbotini ko'rsatdim. Mana. O'rtasi mana bu joyda. Pastroq qo'ying. Alfa bilan betani yig'indisi 30 gradus. Xo'p, keyingi fikrimiz, hurmatli ustozlar. Hammasini qo'shaman. Nechta alfa bor? 2 ta alfa qo'shilgan 2 ta beta. Nechiga teng bo'ladi? 60 bo'ladimi? Chunki alfa bilan betani yig'indisi 30 da 30 ga 2 60 bo'ladi. Keyingi fikr. Mana bu joydan imdan bu yoqqa qarab bitta to'g'ri chiziq tortaman-da. Mana bu uchburchakka e'tibor qarataman sizlar. Bo'yab ko'rsataman. Qarang. Shuni bu tomonga chizib ko'rsataman kamiga. Mana. Mana bu joy M nuqta, mana bu joy N nuqta, bu yoq O. Mana bu joyi 60 gradus bo'ldi. Qarang. Mana bu bilan buni teng dedim. Simmetriyadan foydalandik. O'zidan o'zi kelmadi. Teng bo'lsa, mana bu joy 12 bo'lsa, bu joy 12 bo'ladi. Va o'rtasi ham teng edi, mana ko'rdingizmi? Hamma joy 12 dan bo'lib ketdi-yu. Teng yonli bo'lib turib, uchidagi burchagi 60 gradus bo'lsa, u muntazam bo'ladi. Ya'ni MN ham 12 ga teng. Xo'p, MN 12. B bandini javobi topildi. KL ni so'rayapti. Kelinglar, KL ni shu joydan topib ketaman. MN 12 bo'ladigan bo'lsa, KL juda oddiy narsa-da, mana KL, mana qarang. Mana shuni so'rayapti. Bu mana bu joy teng, bu joy teng, bu joy teng, bu joy teng. KL aslida o'rta chiziq. Nimaning o'rta chizig'i? MN ning yarmiga teng KL bo'lib qoldi. Misolning javobi A bandiniki 6. Binoning hajmi qarang. Ikkita tomoni adam bo'lsa, bu yog'i ham A bo'lishi aniqda. Hajm-ku. Ya'ni hajm hozir o'zgaradi bu yerda. Hajm n bo'y balandlik A ko'paytiruv B bo'lib qoladi. Mana bo'y borasida A va B. Mana bunaqangi tarzda bo'lardi-yu, eslaringda bo'lsa, to'g'rimi? Eni bo'yi balandligi. A B tarzda bo'ldi. Menimcha bu joyi muammo emas. Shunchaki mana bu yerni A deb belgilashga ketdik. V barobar A kvadrat ko'paytirilgan B. Bu binoning hajmi. Xo'p. Endi A kvadrat ko'paytirilgan B ni 96 ga tengligimizda B ni topamiz. B barobar 96 taqsim A kvadrat. Bu tursin. Xo'p. Keyingi fikr. Balandligi va eni bir xil A deyapti. Uzunligi B bo'lgan binoning bir devori uy devoriga yopishgan. Mana orqa tomoni. Mana bu joy. Orqadagisi. Binoning uy devori bilan umumiy bo'lmagan qirralari armaturadan, 3 ta yon devori shisha oynadan va tomi tunikadan tikilgan. Armatura parchasi armaturadan bo'laveradi. Mana armatura qayerda? Men sizlarga qaysi rangda? Xo'p, sariqda chizib ko'rsataman mana. Qayer armatura? Mana sariq rang ko'ryapsiz? Mana bu joy armatura. Orqa tomon tegib turgani armatura bo'lmasa bo'ldi. Mana bu yer armatura. Sariqda ketayotgan barchasi armatura. Mana bu yer armatura. Armatura. Mana bu joy armatura. Mana bu joy armatura. Va mana bu joy armatura. Tushundingizmi? Va qarang. Mana bu joy tagi ham armatura. Armatura bo'lmagan joyimiz qayer? Mana bu joyda, ko'kda. Mana bu tegib turgan joyim armatura emas. Devordagi armatura bo'lmasin deyapti-da. Yopishib turmagandan tashqari armatura bo'lsin deyapti. Mana bu yerlar armatura emas. Tushundingizmi? Qolgan joylari devorga tegmayapti.
ko'k bilan bo'yaganim armatura emas, sariqdagi armatura. Yozib qo'yamiz. Sariq armatura. Uchta yondevari shisha oynadan. Qarang, qayer shisha oyna? Mana bu joy bo'yab ko'rsatay. Mana bu joy shisha. Mana bu joy shisha va bizga qarab turgan joy shisha. Juda oddiy narsa, tushunsa oson. Qayerlar shisha? Bo'ldi. 3 ta yon devori. Belgilash kiritamiz. Pastki devor B bo'lsa, tepasi ham B bo'lishga haqqi bor. Boshqacha rangda yozay. Qorada. Mana bu yer B bo'ladi. Mana bu yer A bo'ldi. Xo'p, tepasi ham A bo'lishga haqqi bor. Mana bu yog'i ham A bo'ladi. A ko'chib kelyapti. Mana ko'chdi. Bu yog'i ham A bo'ldi. Bo'ldi. Belgilashlarni kiritib oldik. Muhimi shu. Qarang, va keyingi joyim borki, va tomi tunika. Tunika joyi mana bu joy bo'ladi. Qizilda bo'yab ko'rsatdim. Qizilda bo'yagan joyim tunika. Qizil tunika. Xo'p, bo'ldi. Agar bino armaturani eng kam miqdorida sarflangan bo'lsa, jami nechta armatura bor? Armatura bizda sariqmidi? Qarang, qaytaraman. Sariq armatura. Armaturani A harfi bilan belgilash kiritaman-da. Ikkita A bo'lib qoladi. Masalan, L dey. L armatura harfi bilan belgilansa, nechta A bor bu yerda? Sariqdagi A'lar hisoblanadi. Qaytaraman. Mana bu joyda 4 ta A'ni hisob-kitob qilib ketib qolmang. Devordagi A armatura emas, mana bu armatura emas. Sariqdagi A'lar nechta A sanaymiz? Bitta A, ikkita A, 3 ta A, 4, 5, 6 ta A bor ekan. 6 ta A qo'shilgan 2 ta B. Barchasi armatura. Ya'ni bunday olib qaraganda 8 ta armatura bor deganday gapda. Keyingi fikrimiz. Bo'ldi, ishlab bo'psiz. Qarang. 6A qo'shilgan 2 ta B bo'lsa, mana bu B ni o'rniga mana bu kirib keladi. 6A qo'shilgan 2 kara 96, 192 ko'paytirilgan A ning minus ikkinchisi bo'ladi. Taqsim A kvadrat degim kelmadi. Eng kam miqdorda degani hosila olasizda 0 ga tenglaysiz degani buni. Hosilasi olib 0 ga tenglasam, sal tezlashdim. A albatta 4 chiqadi. Tushundingizmi? A 4 chiqdi. Yaxshi. A 4 chiqqan bo'lsa, B nimaga teng bo'ldi? Hozir tepaga olib borib qo'yamiz. Ya'ni B barobar 96 taqsim 4 ni kvadrat. Mana A ni kvadrati bo'lyapti-ku. Rahmat. 16. Ya'ni B teng 6 bo'ldi. Qarang, mana bu joyda o'zimdan yozib ketmadim. Juda oddiy narsa. Hosila olsam, 6 dan hosila A, 196, 192 A ning minus ikkinchisidan ola olasiz. Minus 2 oldinga tushadi, darajasidan 1 ayriladi. Hisob-kitob qilsak A4 bo'ladi. Olib borib qo'ysak B6. Bizdan armaturani so'rayapti bular. 6 kara A 4 chiqdi, qo'shilgan 2 kara B6 chiqdi. Ya'ni 24 qo'shilgan 12 bo'layaptimi? 36 metr sarflangan. B bandiga o'tdik. 1 metr armatura $1. Armatura nima chiqdi? A bandidagi armatura 36 chiqdi. Demak, 36 kara $1 bo'ladi.
qo'shilgan. Shisha oyna $10. Qaytaraman. Shisha oyna $10. Mana bu joyi shisha dedim. Mana bu joyi shisha dedim. Orqa tomoni shisha dedim. To'g'rimi? To'g'ri. Keling, endi yuzalar bo'yicha ketsak. Qavs ochib olamiz. Mana bu joyi A midi? Mana bu tepasi B edi. Mana bu joyi A edi. A va A'dan edi-da. Qisqasi shu. Yana bitta A qo'shilib ketib qoldi mana yerda. Uzr. Devordagi A qo'shilib ketib qoldi. Mana bu yer A bo'lsa, bu yer A, bu yer A. Xo'p, shisha, 3 ta shisha oyna bor dedik boya bizda. Ular aytishi bo'yicha mana bu joy shisha edi. Bu joy shisha. Ikkinchi marta gapiryapti. Xo'p, yuzasi har biri $1 dan. Mana bu joyda yuzasi A nimaga teng chiquvdi boya? A 4 ga teng chiquvdi, B 6 ga teng. Shundan foydalanamiz. A kvadratmi? 4 kara 4 turib tursin. Oxirida ko'paytirib $10 deyman. Qo'shilgan. Xo'p, mana bu tomon ham 4 kara 4 qo'shilgan va oldi tomonim AB. Ya'ni 4 kara 6. Bular $10 deyapti mana. Shisha oyna $10 dan deyapti. Qo'shilgan tunika $5. Bular aytdi, tunika tepasi edi. Eslaringizda bo'lsa, qo'shilgan tunika degani AB yuzasi. Tunika AB. Demak 6 kara 4 4 kara 6 bo'lar ekanda. Ko'paytirilgan $5. 5 deb ketdi. Tiklash uchun jami qancha sarflangan? Xo'p, 36 qo'shilgan 16 32 bo'ladimi? Mana 24. 32 qo'shilgan 24 bo'lyapti. 6 56 56 kara 10 560 bo'ldi. Qo'shilgan. Xo'p, mana 30 bo'ladi. 30 kara 24 bo'ladimi? 30 kara 4 120 bo'ldi. Qani hisob kitob qilaylikchi? Xo'p, tagma-tag hisob kitob qilib 560 bo'ldi. 120 ga 36 156 bo'ldimi? 6 1 yotda 6 7. Demak $716 sarflangan.